Sizlar bilan o'tayotgan narsamiz, men o'zim foydalanaman. Kimgadir foydali bo'lsa, qo'shimcha tasdiq sifatida foydalansalaringiz bo'ladi. Qaysidir maksimumda yoki minimumda yechgan 15 minutlik time frame'dagi switchadan foydalanaman. Ya'ni, xo'p, ishlagan holatlarni ko'raylik. Bizda mana bu holat bo'yicha qarangiz, kecha kutgan joyimiz. Mana qaysidir minimumda yechgan switcha mana bunaqa holatda belgilayman. O'shani 50% dan pastga tushganda, ya'ni biz selga ishlab berdimi, teskari tomonga kelganda buy olaman o'sha yerdan, lekin 50% dan pastda. Bu yerda FVG bor deyishingiz mumkin. Bu FVG ga to'g'ri kelgan. Lekin mana o'sha kutgan zonamiz kelmadi. Unga qo'shib o'sha 4:00 9:45 umumiy baribir boshqa narsalarni ham aytib kelyapman. O'sha bilgan narsalarimni qo'shib ishlatishga harakat qilib kelaman. Undan oldingi holatlardan, например, mana bu yerda mana sel oldik, kanalda ham bolalar ham biladi. Mana bu holatda. Mana shu switchani 50% dan yuqorida, ya'ni oxirgi maksimumda yechgan switchani mana siz aytganday bu buy site tagida. Lekin men mana bu holatda mana sel oldik. O'sha mana bu holat ham ishlab bergan. Mana shu holat ham ishlab berdi, ya'ni qachon? 20-kunidagi o'sha ochiq qolib ketgan zonada. Mana buni mana maksimumda yechgan switchamiz. Qarang, o'shani 50% ni belgilaymiz. Kecha ham buni ko'rib chiqdik. O'sha faqat belgilashda qarangizlar, tanasidan tanasigacha belgilanadi. Soyalarini belgilamaysizlar. Mana shu holatda ham sel ishladim. Buni kanalga tashladimmi, yo'qmi bilmayman. Agar entry bo'lsa mana. O'sha holatga kelganda qarang, primoy kirilmaydi. O'sha holatga kelganda bu mana bu fiboni tortishda qaysidir ranjlarimizda ishlash ehtimoli bor deb hisoblasak, mana shunaqa reaksiya berishi mumkin bo'lgan zonalardagilarni ishlataman. Nega bu qizilda, qorada ishlatmaymandani? Ko'pchilik savol berishadi. Misol uchun qaysi zona ishlab beradi? O'sha reaksiya berishi mumkin bo'lgan 4:00 dagi ili bozor ochilishdagi H1dagi 1 soatlik switchada ili mana shunaqa 15 minutlik time frame'dagi tasdiqda o'sha zonamga mana shunaqa reaksiya berishi mumkin bo'lgan zonalar bo'lganda, o'sha yerdan mana zonamdan sel olib ko'raman. Xo'sh, mana bu holatda qarang. Mana bu holatda mana bugungi holatni ko'raylik. To'g'rimi? Kecha savol berdim. Mana buni 50 dan mana reaksiya berib ketgan. Tushunmovchiliklar bo'lsa savol beringizlar. Reaksiya berib ketgan mana tanalari bilan yopilib kelib, qaytib kelgan. To'g'ri, bu yerda Fibonacci zona Fibonacci'ni tortib ishlata olmasdik. Bugun mana bu yerdan sel oldim, minutkada tasdiq berdi. Ko'k rangeimizga Fibonacci tortganimizda, mana bizda birinchi sel zonamizdan kanalga ham yozdim. Minutkada tasdiqdan entry bermoqchi edim selga deb, to'g'rimi? Mana shuni ichida qarang. Bizda minutkada ham tasdiq berdi mana bu holat bo'yicha. Biz bu yerdan entry qildik, lekin o'shani biz aytgan mana 15 minutlik time frame'dagi oldin bir marta ishlab bergan switchani 50% ga chiqib ketdi. Stop lossimiz esa bu ikkinchi Fibonacci'mizda tortganimizda, mana ikkinchi Fibonacci'mizda tortganimizda qarangizlar. 43 53 400, mana 43 53 400. Ikkita Fibonacci'ni ham stop lossi bitta urovingga keldi. O'shaning uchun men bu kanalda mana bu yerda minutkadan sel berdim. Agar bu yerdan ham shoshmay mana bu yerga chiqishini kutib entry qilinganda, вообще uchidan entry qilinadi. Xuddi shunaqa ishlayman. Qo'shimcha tasdiq sifatida faqat shu narsadan foydalanaman. Undan oldingi holatlarda ham, misol uchun mana bu yerda mana bu lovlarni yechgan switcha, iloji bo'lsa tanasi bilan yechish kerak.
agar soyasi bilan yechsa, o'zidan keyingi switcha tanasi bilan yechganida bu switcha olinardi. Lekin bu yerda o'zidan keyin tanasi bilan minimumlarni yechmagan, o'shaning uchun mana shu switchani olib, qarang. To'g'ri, bu yerdan bay yurib bergan, lekin kanalga tashlaganman, 78 ga tushishini kutyapman deb. Istoriyada bilan. Mana shu yer 78 ga to'g'ri keluvdi. Kecha ham ko'rdik qaysi brokerda. O'shani mana 50% dan pastdan bay qaragan afzalroq. Ya'ni bu yerda qora renjimizga Fibonacci tortganimizda mana buni ham entry zonasiga to'g'ri kelyapti. Uni ichida minutkadan tasdiq olib, 3-tasdiq bilan entry qilish mumkin. Xo'sh, endi bunisini istoriyadan ko'rib aytayapsan deyish mumkin, lekin mana shu ideyalarni men kanalga berib kelyapman. Xuddi shunaqa o'zlaringiz birinchi ko'ringizlar, ishlab bersa keyin ishlatingizlar. Umumiy mana shunaqa qaysidir maksimumni yechgan, eli minimumni yechgan. Mana qarang, maksimumni yechgan switchamiz. Xo'sh, bizda mana bu. Shu switchamizni belgilaymiz. Undan keyin mana tanasi bilan yecha olmagan. O'shaning uchun shu yechgan soya bilan yechgan switchani belgilaymiz. O'shani 50% reaksiya beradi. Ko'p hollarda ishlash ehtimoli juda yuqori. Mana shu yerdan ham entry qilganman. Bu esa mana bundagi Fibonacci zonamga to'g'ri kelgan edi, adashmasam. Hozir tortib ko'ramiz. Mana qizilga. Mana ikkinchi zonasida, ikkinchi zona entry zona bo'lgan bilan mana stopimizga chiqmagan 63 600 da stop bo'lgan. O'sha holatda mana take profit 3imizgacha narx tushib bergan. Xuddi shunaqa minimumni yechgan switchani maksimumiga mana. Misol uchun mana bu lowni yechgan. To'g'rimi? Mana shu yerdan ham men telefonimda entry berganman. Istoriyani ochib ko'ringizlar. Mana shu yerga limitga qo'yganman. 9-dekabr kuni abitda 12:15 da 12 dan o'tib entry berganman. Mana tanasi bilan yuqorida yopildi. Mana bu lowni yechgan switchamiz. 50% dan pastidan entry qilasizlar. Kutingizlar. Stop kichkina bo'ladi, ehtimol bilan. Xo'p, bu yerda qarang yana nima bo'lyapti. Qora renjimizga Fibonacci'ni tortganimizda biz ishlash ehtimoli bor yo'qligiga ikkilansak, yo'lda qo'shilish uchun mana shu tasdiqdan foydalanib qo'shilsalaringiz bo'ladi. Buni birinchi zonasi ishlamay, ikkinchi bay zonamizga to'g'ri kelgan bo'lishi mumkin. To'g'rimi? O'shanda biz birinchi zonamizdan mana reaksiya berib qaytdi, tasdiq berdi. O'shani stop kichkina bo'lish uchun 50 ni kutish kerak. O'sha 50 dan pastga kelib reaksiya berib ketyapti. Xuddi mana shu narsa Fibonacci ikkalasini qo'shilib ishlatganimizda men mana shu ko'rsatgan joylarimda entrylarni hammasini sizlarga berib kelyapman imkon qadar. To'g'ri uzoq ishlamasligi mumkin mana bunaqa holatlarda. Mana bunaqa holatda qarang. Tanasi bilan yechdi, undan keyingi yechgan soyasi bilan yechgan switchani olamiz, to'g'rimi? Hayda yechdi. O'shanda mana bu yerda tanalari bilan pastda yopilib keldi. Mana 50 dan pastdan bizga yana yurib bergan. Bu qanchalik ko'p kam yurishi aniq, shuncha punkt yuradi yoki mana shu narxdan bu narxga boradi degani emas. O'sha ehtiyot bo'lib, o'shanga qarab ishlab ketaverasiz. Ishlamagan holatlari ham bo'ladi. Misol uchun, mana bu yerda mana ishlamagan. Mana bu lowni yechgan switcha desangiz, qarang. Mana buni 50 dan entry qilinganda mana bu holatda mana ishlamagan. Xo'p, buni ham men ishlamagan deb ayta olmayman. Ishlamaganini sababi qarang, agarda Fibonacci zonamizga to'g'ri kelganda mana bu ikkinchi zonamizdan reaksiya berib ketyapti. Bu yerda kirganimizda
Stopimiz har doim e'tibor beringizlar, mana shu svichani lovida ili hayida bo'ladi. Agar faqat bu bilan ishlab stop qo'yaman desalaringiz. Agarda biz mana bu yerdan enter qilganimizda, mana bu yerdan mana bu holatda enter qilganimizda mana 50% dan bizning stopimizga tushmagan hamda narxni yuqoriga ko'tarib bergan, biz bezubetkaga qo'yishimizga imkon beradi ko'p holatlarda. Bu holatda ham mana yurib berganini o'zlaringiz ko'ringizlar. 10 punktdan ziyod. Xuddi shunaqa minimumni yechgan svichani teskari tomonga kelganda ishlatish. Misol uchun ko'rib chiqaveraylik. Mana bu holatdachi. Mana ko'ryapsizlar, ha? Mana. Qanchadir ishlab berish emas, o'sha zona reaksiya beradi. O'shandan boshlab men limitkamni qo'yaman. Eli o'sha joyga kelganda bitim ochaman. Endi qisqa qilib aytganimizda buni o'zlaringiz yana bir ko'rib chiqingizlar. Maksimum ili minimumni yechgan svichani teskari tomonga 50% ga kelganda ishlash. Aka, hozirgi holatida-chi? Mana nima deysiz? Hozirgi holatida-chi? Hozir ko'ramiz. Tavzun. Xo'sh, mana bu holatlarda ham mana qarangizlar. Ko'ryapsizlar, mana. Mana bu yerda kuchli lovlarni yechgan svichamiz mana impuls bilan yechish kerak. Mana yechdi, keldi teskari tomoniga 50 dan pastda. Mana. O'shanda mana Fibonacci zonamizga to'g'ri kelsa, mana sizlarga qo'shimcha tasdiq. Qaysi Fiboni, qaysi zonasi ishlaydi, qaysi ishlamaydi degan menga savol juda ko'p bo'ladi. Sizlarga bu bitta ma'lumot. Foydali bo'lsa xursand bo'laman. Xo'sh. Hozirgi holatini ayting. Mana ko'rdik. Savolni bering. Hozirgi holatida-chi bayga tavzuni qattiq chizish iloji bor bo'lishi mumkin. Xo'sh, hozirgi holatida aka men aytayapman-ku, qarang. Tun ochilishidagi H1dagi switchamizda reaksiya berishi mumkin. Buni chizamiz. Buni chizsak, 15 minutlik time frame'ga o'tsak, bizda agar mana bu holatda Fibonacci'mizni ishlashga ehtimolini hisoblasak, bizda take profit 2 mizni oladi, take profit 3 mizga ham tushishi mumkin. Bu yerdan reaksiya berib yuborish mumkin. Endi lekin buni bir marta ishlab berganini inobatga olsak, boshqa zonalar, ya'ni bu yerda lowda yechgan svichalar. Men mana shu zonalarni kutgan bo'lardim. Kecha kutgan zonamiz, bolalar. 84 midi? 83. 42, 83 lardan yana bitta bay qarab ko'rgan bo'lardim. Agar mana bu zonalar qaytarib yubormasa. O'tdan 83 lardan tushib ketish imkoni bor-ku, lekin. Bo'lish mumkin aka. Menga u uzoq muddat kerak emas. Mana bu holatda mana bugungi hozirgi kanalga berdim ideyani, yo'nalishni berdim. Mana shu yerdan minutkada tasdiqlab kirganimizda, sil ishlaganimizda ham mana hisoblab chiqing. Nima so'rayotganim, men 47 dan ushadim-da. 200 pips. Ha? Mana 47 dan ushadim-da. 48 dan ishlash mumkin edi mana. O'sha hozirgi sizlarga aytgan narsam bo'yicha. O'shani ushab, hozir efir qildingiz. Sel deb yozganingizga o'yladim, o'sha zonalardan birinchi sel deyapti deb, keyin 47 dan usha oldim-da. 48, 47, Shunday. 46 bosib boshladim. O'sha mana bu lowda ko'rdilaringiz, boya yopdim. Mana bu lowda 0.29 ochganim yopiladi, take profiti 0.8 da qolgan turibdi. Menga yetadi shu. Aka, day bir time frame ga o'tsangiz, 220, Hozir akajon mavzudan chetlashmaylik, iltimos. Ko'rib chiqamiz o masalani.
Xo'p, Bo'ldi. zapis qilyapman. Bolalarda savoli bordir, boshqasi bordir. O'sha mana shu narsa bo'yicha. Kimda qanaqa savollari bor, akalar? Ko'rib chiqaylik, undan keyin bozorda tahlil qilamiz. Farruh aka, assalomu alaykum. Assalomu Menda alaykum. savol bor. Hozir rosa ko'p kishi qo'l ko'taribdi. Hozir qo'shib qo'yan, uzr. Bering savolni, akajon. Mana shu mana zonaga kiryapti-yu switchi. Xo'p, Misol switchga kirib turib, qaysidir misol mana hozirgi holatda ham tepadagi zonadan tushib kelgan qora switchi bor. xo'p. Undan oldingi switchani ham hayni yechib qaytib tushyapti. Xo'p. Xo'p, o'sha switchadan pastda yopilib, agar yana selga tasta bersa, o'sha katta, xuddi o'sha holatda, yana 50% ga kirgandan keyin yana sel olsa bo'ladimi? Akam, men imkon qadar buni bayga ishlataman. O'sha zona sellarga ham reaksiya beradi. Avvalam o'zingiz bozorda ko'rib chiqing. Hozir buni o'rganib, ertaga savdo qilmang bu narsani. Ko'rib chiqing, kuzating, bir hafta 10 kun kuzating, o'zingizga foydali joyini olib qolasiz. Prosta o'zim foydalanayotgan narsalarni sizlar bilan bo'lishyapman xolos. Hech Hozir, qayerda strategiya sizni- 100% ishlaydi degan fakt narsa yo'q. Yo'q, to'g'ri. Sizni fikringiz qanaqa aka, misol uchun sizga qolganda, misol reaksiyasiga ishlagan bo'larmidi? Yo'q, aka, men o'zi olganimda olib chiqib ketdim. Nima qilaman uni yana? Foydamni xavfga qo'yib. To'g'rimi? Men bu yerdan sel qo'shilmagan bo'lardim. Tasdiq bersa pastroqdan bayob ko'raman, chunki bir marta ishlab berdi. Hozir bu Take Profit 1, Take Profit 2 mizni olib, narx dalchi yuqoriga ketib qolishi mumkin. O'shaning uchun men ikkinchi marta kirmagan bo'lardim. Agar narx yuqoriga ketib, qachondir qaytib kelsa, o'sha zona ochiq qolib ketsa, o'sha yerdan qaytib kelganda Fibonacci zonalarimga to'g'ri kelsa kiraman. Buni ham o'zidan ishlatmayman. Menga o'zlaringiz bilasizlar, mana shu Fibonacci o'zim to'g'rilab olganman nastroykalarini. O'sha rangelarga ishlataman, ko'pchilikning xabari bor. Asosiy qurolim mana shu Fibonacci. Bu menga qo'shimcha tasdiq. Bozorda ko'rib chiqingizlar. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi bozorda tahlil qilamiz, undan keyin ko'ramiz. Agar kimda savollar bo'lsa bersin. Bitta savol bersam bo'ladimi? Bering akajon. Shu men hozir hammasiga tushundim, только nima qoldi menda? Range'da qaysi birini saylash kerak degan savol borda, mana например. Nimaga qarab shuni saylaysiz range'ni? Hozir. Qarang, aka, range'ni misol uchun mana bizda qaysi range'imiz ishlash ehtimoli bor, qarang. Yashilga tortaman men, Fibonacci'ni tortib turaman. Avvalambor menga kunlik, haftalik time frame'larda поглощение bo'lsa, o'sha yo'nalishni aniqlab, o'sha yo'nalish tomonga qarab, qarang, bu yerda yashil range'imiz, например, mana istoriyadan ko'rib, birinchi zonamiz reaksiya berdi. Birinchi zonamiz reaksiya berdi. Xo'p, keldi, lekin mana bu lovlarni yechgan switchani 50% ga tushishi mumkin. Ya'ni o'sha kuni mana bu yerdan ham bay ishlab chiqdik. Keyin mana bu holatda ikkinchi zonaga, mana 78, mana bu qora range'imizda Fibonacci 78 ga narxni tushish ehtimoli bor degani. O'sha zonaga kelganda ham mana buni 50% dan pastda bo'lgani uchun, tushunyapsiz-a? 50% dan pastda bo'lgani uchun shu yerda risk qilib ko'raman. Menga yashil zonamni ikkinchi zonasi va qora zonamni birinchi zonasi ishlash ehtimoli bor. Nega bay olganimda men keyin bu ko'kdan sel olmayman. Ishlab bersin. O'sha Take Profit'imni olgandan keyin men selga qiziqib ko'raman. Ya'ni undan oldin qarayman. Mana bu yerda mana lovlarni yechgan switcha bo'lsa, mana impuls bilan mana bunisi yopilgan.
Buni sizlar IFB ga qilib ishlatasizlar, ICTchilar. Xo'sh. Mana bu holatda tortib kelamandani qarang. Tortib kelamandan 50 dan yuqorida. Ko'rdingiz, ha? Ko'rinyaptimi? Mana nazar qiling. Mana 50% dan yuqorida. Endi bu holatda qora renjimizni bayga ishlaganini inobatga olsam, o'shanga teskarisiga tortib ko'raman. Bu bayga ishladi, tek profitimni oldi mana bu holatda. Demak, bizda mana bu yerda 50% mana bitta sell zonamiz bor. Xo'p, u holatdan keyin qizil renjimiz ham shakllangan. Qarang, buni stopi yaqin bo'lib qolgan. O'sha holatda qizil renjimga tortaman. Stop yuqoriroqda, entry zonasi bu yerda. Demak, entry qilaman 50% ni kutsam 43-34-300 ni kutishim kerak, o'sha yerdan sell olaman. Bunda ham mana ishlab bergan deb hisoblasak ham birinchi tek profitimizga. Mana bunaqa holatda belgilaganimizda mana 43.00 da birinchi tek profitimiz bor. O'sha birinchi tek profitimizga kelgan, mana 2 ga kelmay narx ketdi. O'sha holatda men olganimni olaman, Bizubitkaga qo'yaman. Tushundingiz, ha? Qaysini ishlash ehtimoli yuqoriligini. Ha, tushundim. Rahmat.